Assalomu alaykum barchaga. Meni Shohjahon Sellerda juda ko'pchilik taniydi. YouTube'da ham xudo xolasa bismillah deb boshladik. YouTube kanal ochdim. Bundan buyog'i shunaqa chiroyli kontentlar, bir o'sha onlayn savdoni o'rgatish, o'sha barcha bilganlarimni bo'lishib borishga harakat qilaman imkon doirasida. Xudo xolasa mana shu ishni boshladim. Hozirdan o'zi boshlanadim. Bundan keyingi videolarda o'sha qanday qilib kirish, qanday xatolar qilinadi, nimalar qilinadi, barchasini qo'yib boraman. Hozirgi videoni davomida ham bir qator o'zimni tanishtiraman va onlayn savdo o'zi kimlarga to'g'ri keladi, kimlarga to'g'ri kelmaydi, o'zi nima bu soha, mana shu marketplace, ya'ni Uzum, Yandex qanaqa plyus, qanaqa minuslari bor, o'shaning barchasini gapirib beraman. Birinchi o'zimdan boshlasam, ko'pchilik taniydi, Instagramda shu tak noyabr atrofida yuritib boshladim Instagramda va shundan keyin mana shuncha hozir 10 mingta bo'ldik. 10 mingta bo'lganimizga o'zim xursand bo'lib, mana shu YouTube'da ham boshladim, o'zi buni ham orqaga surib yurgandim. 10 mingta bo'lganimiz sharofatiga xudo xolasa mana endi sekin endi mana vaqt ajratyapman, o'zi ishlarimni tizimlashtiryapman sekin. Mana ko'pchilik bilan Samarqanddan ham boshladik. Samarqandni ham boshlab uni ham tizimlashtirib olamiz, Toshkentni tizimlashtirib olamiz, yaxshi jamoa yig'yapmiz. Katta orzu masalan sekin deb boramiz. O'zim ism familiyam Jo'rayev Shohjahon, Qashqadaryoliman. Yoshim ko'pchilikga qiziq, ko'pchilik katta deb o'ylaydi. Yoshim 21 dan, nasib qilsa 22 ga kiramiz yaqinda. Mana shu Toshkentga o'zi undan oldin o'zim 3 yil Rossiyada ishlab yurganman. Rossiyada ishlab yurib, o'zi bu sohani qiziqib yurardim, ko'rib yurardim. O'sha Rossiyadagi Mamayev School'da, Sof Akademiyada, O'zbekistonga hali uzun ochilmagandi men qiziqqan paytim. Shu orada Rossiyada ishlab yurib, qiziqib yurib shu boraman deb, chunki endi Mamayev School ham, Sof Akademiya ham Moskvada ulardan olsa, o'quv kursi edi. Menga lekin uzoq edi. Men Rossiyaning bir chekkasida edim. Shu bahona bo'lib boshlolmay yurdim va O'zbekistonda Uzum boshlandi. Uzum ochildi, Uzum boshlandi, hamma qiziqa boshladi. Shu vaqtda ham men hali Uzum rivojlansin, keyin qilaman dedim, orqaga surib yurdim. Shunda ham yana orada 1-2 yil vaqt ketdi. Undan keyin O'zbekistonga kelib, mana shu sohani qiziqib boshladim. O'zim ham kursga borganman. O'zim Sof Akademiyaga borganman. O'sha Sofda o'sha vaqtdan beri kuzatib yurganim uchun, o'sha Uzum ochilmas oldi, ularga qiziqib, shularga borib o'qiganman. Xudoga shukr, bilimlarini yaxshi berishgan, imkon qadar o'zim harakat qilib, shuncha bo'lyapti. Inson o'zi harakat qilishga, inson o'zi harakat qilmasa befoyda. Endi bundan buyog'iga xudo xolasa endi yana shu narsani o'zim takomillashtirib, shuni o'zim mana harakat qilyapman, o'zim ustida ishlayapman, rivojlantiryapman. Uzum, Yandex tushunmasdim. Boyaga oldimdagi odamlar, boyaga milliard yurgan insonlar oldida yurganman. O'sha milliard yurgan insonlar oldidan ko'rib, ularda qilayotgan ish menga juda murakkab tuyulgan. Keyin o'sha menda savol paydo bo'lgan, o'sha murakkab narsani oson qilib o'rgatishga yo'l yo'qmi deb. Keyin mana endi xudo xolasa sekin mana oson o'rgatishni ham yo'lga qo'yapmiz. Mana bu kursimda ham ko'pchilik biladi. Mana hozir birinchi potokni o'zi yaqinda boshladik. Xudo xolasa Uzumda, Yandexda savdo qilib boshladi o'quvchilar. Hammasi zakaz oldi, hammasi savdoni boshladi. Birinchi pul nechib olganlar ham bor. Ko'p emas, lekin kam оборотdan bo'lyapti. Muhimi bilim olinyapti. Endi bu orada aytib ketganim prosta insonni o'zi harakat qilmasa befoyda degan maqsadda. Chunki siz 1000 kursga boring, 1000 boshqa joyga boring, o'zingizda harakat bo'lmasa befoyda. Chunki men ko'pchilik bilaman, kursga boradi, boshqa qiladi, o'rganadi, boyga bir kunda 1 soat ishlasam yetar ekan deydi, lekin undaqa narsa emas bu. Bu ham bir soha, bu ham bir yo'nalish, bu ham bir savdoni bir turi, onlayn savdo marketplace. Siz boshida boshlayapsizmi? 3 oydir, 6 oydir, 1 yildir qiynalasiz. Meni o'zimning shaxsiy fikrim 1 yil qiynaladi insonni o'zi deyman. Chunki siz 1 yil ichida qaysi oy qaysi trend bo'lishini yoki qaysi oy qaysi sezon kelishini, qanaqa tovarlar yaxshi sotilishini, o'sha 1 yil ichida o'sha tovarlarga kirib ko'raverasiz. Agar harakat qilsangiz, o'sha har bir tovarga kirib ko'raverasiz, qaysi tovar yaxshi, qaysidan yaxshi foyda qiladi, qaysi sezon yaxshi, o'sha narsani bilib bo'lganingizdan keyin keyingi yiliga o'shanga qarab harakat qilasiz. O'shandagi insonda o'sish bo'ladi. Va bu yo'nalishda ham men 1 soat ishlasam yetar ekan degan o'y xayol bilan qilmang. Siz Xitoyda zakaz qilasizmi, boshqa yerdan qilasizmi? O'zingiz boyga harakat qilib o'rgangan taqdiringizda ham tovaringiz keldi ham deylik, upakovka qilish vaqtingiz, uni olib borib topshirishingiz, u topshirgandan keyin u tovar sotiladimi, sotilmaydimi, analiz qilganmisiz, qilmaganmisiz? U tovar keyin turib qolishi, yana borib vazvrat olish yo boshqa yo brak chiqishi sizga bosh og'rig'i ko'p bo'lishi mumkin agar bu yo'nalishni faqatgina 1 kunga 1 soat qilaman desangiz. Bu 1 kunga 1 soat degan narsa faqatgina
Faqatgina u bir yildan keyin, 2 yildan keyin siz уже tajribangiz bor, уже siz tizimlashtirib bo'lgansiz. Shundan keyin qilsangiz bo'ladi. O'tirasiz, tovar keladi, biron bir fulfillmentga berishingiz mumkin, tovaringizni aytishingiz mumkin. Ular qabul qilib chiqarib yuboradi. Даже siz ishlamaysiz ham. U shunaqa yo'llari bor. Faqat u keyinchalik boshida o'zingiz tushunib olmasangiz bu yo'nalishda qiynalasiz. Aytganimdek, birinchi boshida yaxshi tajriba oling, yaxshi bilimni oling, o'rganing. Boshiga mana shu yo'nalishda o'zi sizga to'g'ri keladimi? Ko'ring. Bu hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Bu uyda farzandi bor, yosh bolalar, ayollar ko'pchilik qiziqadi yoki bir ishi bor va qo'shimcha ish qilmoqchi bo'lganlar qiziqadi. Bu sohani aytganimdek 3 oy, 6 oy boshida qiynalasiz. Agar qarzi bor, krediti bor inson qiladigan bo'lsa, yana ham qiynalib qoladi. Mayli FBSga ishlasin. FBS futbolni tushuntirganman ko'pchilikga. Bo'lmasa yana dars qilaman. Ya'ni FBS zakaz tushgandan keyin olib borib berasiz tovarni. Tovar sizda turmaydi. Deylik, mana shu tovarimga zakaz tushdi. Men tovar buni qo'yib bo'lganman o'zimga, Yandexga. O'zimda yo'q tovarni qo'yib bo'lganman. Zakaz tushib qolib, men buni olib borib berdim. Zakaz tushgandan keyin bu FBS. Lekin FBO esa bu tovarni men birinchi sotib olaman Optimchidan yo Xitoydan, buni upakovka qilaman-da, olib borib qo'yib qo'yaman skladga. Qachonki zakaz tushsa, o'zimni o'zi yetkazib beradi. U FBO deyiladi. Qisqacha aytib ketdim. Mayli siz plyus kamroq borib gaplashib keldingiz Optimchidan, boshqa yoqdan, FBS qo'ydingiz mana shu tovarni va zakaz tushib qoldi. Zakaz tushib qolgandan keyin bu tovarni siz yana bozorga borishingiz, kelishingiz, upakovka qilishingiz, yani olib qo'yib topshirishingiz Uzummi, Yandexmi, o'zi ana shungacha bitta tovarga zakaz tushsa ham vaqtingiz ketadi obedgacha, 10 ta tovarga zakaz tushsa ham vaqtingiz ketadi obedgacha. Shu uchun siz bu sohaga kiryapsizmi, sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, ko'ring, o'rganing, ko'ring, atrofdagilar ko'ring, qanday ish qilyapti. Masalan, meni o'zim shuncha ishim bo'lsa ham, darsim bo'lsa ham, obedgacha boraman bozorga tovarlarni olaman-da, obedgacha topshirib zo'rg'a ulguraman darslarimga kelishga. Soat 2:00 ga darslarim boshlanadi, zo'rg'a ulguraman shu topshirib kelguncha. Chunki masalan meniki mashina bozorda bor. Men Xitoyda ishlamayman, Xitoy bilan. Mashina bozorda bor, O'rikzorda bor, Abusahiyda bor. Bunisidan terib upakovka qilib topshirganimcha, boyaga Yandexda PVZ topshirgan joyim mahallamda. Yana borib kelishim kerak yoki boshqa, yoki uzun tayyor bermay qoladi. Shunaqa gaplar. Uni tashqari futbolga topshirmoqchi bo'lsam, talishi. Bu menga ko'proq bo'ladi, vaqtimni oladi. Shu uchun aytganimdek, vaqtni ham odam anaqa qilish kerak. Hisob kitobini olish kerak. Chunki ketayotgan vaqtimiz bu tikayotgan pulimiz demakdir. Chunki vaqt qaytib kelmaydi. Tikayotgan pulimiz qaytib kelishi mumkin, lekin vaqt qaytib kelmaydi. O'sha vaqtingizni samarali o'tkazish uchun, samarali qilish uchun, foydalanish uchun bir qandaydir inson o'zi o'tirib fikrlab, qayboyki plyus minusini olish kerak kirish oldi. Xo'p, dalshi. Buni tushuntirdim. Bunda sizda muammo bo'lmasligi mumkin. Hamma vaqtingiz bor, hammasi joyida ketyapti. Endi savdo qilish. Savdo qilish uchun esa birinchi o'rinda o'rganish kerak. Yaxshi o'rganmasangiz qiynalasiz. Qayerda borib o'rgansangiz farqi xohlang YouTubedan ko'ring. YouTube'da anoda o'zini men sizga ochib ko'rsataman. YouTube'da Yandex Marketda o'zini profili bor. Yandex Marketda o'zi video qo'ygan. Men sizga yozib ko'rsataman. Yandex Marketda savdo. Yandex Marketga bosam chiqadi shekilli. Mana Yandex Market deb yozdim, YouTube'ga kirib, birinchida mana shu o'zini profili. Market Yandex.uz. Bu o'zini shaxsiy profili Yandexda kirsangiz, hammasi batafsil mana birinchi ta'lim, birinchi blok qilib qo'yibdi. Birinchi blokda qanday ish boshlash kerak, qanday registratsiya qilish kerak, hammasi bor. Hammasini modul qilib qo'yibdi. Undan tashqari boshqa sellerlar ham qo'ygan. Yandex o'rganmoqchi bo'lsangiz, Yandex bo'yicha bepul video kerak bo'lsa, mana shunga kiring, YouTube'ga kiring, Yandex Market deb yozing, mana chiqadi. Birinchidan o'zbek tilida ham bor, rus tilida ham bor. Undan keyin Uzum Market to'g'risi bilmayman, kim qanaqa to'liq video qo'yganini. O'zim ham iloji boricha harakat qilyapman, to'liq video qilib, Telegram kanalimga qo'yganman. Zapis qilib Telegramda o'zida zapis qilib qo'yganman. Endi unda ham to'liq emas. Lekin mana shunday qidirib ko'rib, topib bepul videoni o'rgansangiz bo'ladi. Sizga agar bepulga sizga pullik imkoningiz bo'lmasa, lekin sizda bepulida bunda YouTube'da ko'p ma'lumot ola olmasligingiz mumkin. Ochiq aytaman, ko'p savolingiz javobsiz qolib ketadi. Ko'p savolingiz. Masalan, kursga boradigan bo'lsangiz, u kurs xohlang 1 millionlik bo'lsin, xohlang 5 millionlik bo'lsin, farqi yo'q. Onlaynmi, offlaynmi, muhimisi o'sha ma'lumot ola olsangiz, o'sha insonga ishonsangiz, kimga bo'lsa ham boring, o'rganing. Imindan mening kursim keling demayman. Men ochiq insonman, men unaqa negativman, birovni yomonlamayman. Hammani o'zini qanaqadir shart beradi o'quv kursida ham.
buni qiling deydi yoki masalan biz buni o'rgatamiz deydi. Men esa o'sha hammasini o'rganib turib, hech kim bermayotgan shartlarni doim berganman. Uzumni, Yandexni, Viber'ni o'rgataman. Даже Instagramda ham qo'shganman Toshkentdagi kursimga. Instagramda ham o'sha targetga yoqib, Uzum, Yandexdagi bor tovarni sotishdi. Bundan tashqari analitika, infografikani sun'iy intellektda qilishda videosini chiqaraman YouTube'ga, xudo xolasa. Qanday qilib oson qilinishi kerak, lekin u men chiqaradigan video oddiy. Undan tashqari yana professional ishlanadigan videolar bor. Bu juda ham chuqur soha bu. Bu sohada siz o'rganmoqchimisiz, ancha vaqtingiz ketadi. Boya bir kunga 1 soat dedim-ku, u undaqa emas u. Mana bu o'rganish o'ziga odam o'zini ustida ishlashi kerak. Chunki bu sotuv bu. Faqat oldi sotdi emas. Professional sotish endi. Chunki birinchi qo'l optimchilar kiryapti, boshqa qilyapti. Siz endi ajralib turishingiz kerak boshqadan. Ajralib turish uchun buni bilimini olish kerak. Agar ingliz tili biladigan bo'lsangiz, rus tili biladigan bo'lsangiz, kirib Viber'da yoki Amazonda savdo qilayotgan, bizni O'zbekiston sharoitidan o'tib ketgan, ya'ni O'zbekiston davri hozir biz masalan nacho'nash davrida bo'lsak, ya'ni boshlayotgan davrida hali 3 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu marketplace kirib kelganiga 10 yil bo'lgan davlatlar bor. Rossiya bor, masalan, Amazon bor. Til bilsangiz, o'shalardan o'rganganingiz yaxshi. Ularni ko'rib, ular shunaqa davrdan o'tgan, mana shu davrda o'tgan, ular nima ish qilgan, qanaqa qilib natija qilgan. O'shalarni o'rganib chiqsangiz, xudo xolasa sizdan zo'r bo'lmaydi. Faqatgina o'zingiz ustingizda ishlang. Birovga ishonib qolmang. Kursga borganda ham, kurs ham baribir qachondir tugaydi. Kurs ham agar sizda u kurs ham qilishga hech kim va'da bermaydi. Kursda o'qiyotganlarda 10 tadan bittasi, ikkitasi, yo 3 tasi maksimal qilayotgandir, yo 5 tasi qilayotgandir. Mayli, eng zo'r qilganda 10 tadan 5 tasi qilayotgandir. U ham kim o'sha o'zini ustida ishlayotgan, harakat qilayotgan. Siz maksimal 1 yil harakat qilib ko'ring. Agar sizga o'sha 1 yil ichida o'xshamasa shu narsa, keyin bo'lmas ekan deb chiqib keting. Lekin 1 yilgacha 1 oy qilib turib, bo'lmas ekan deb ketish bu bilmadim qanaqa deb qo'pol bo'lsa ham nomardlarning ishi deb o'ylayman. Odam bir ishda ushladimi, masalan, hozir biz o'zimiz dehqonchilik qilib tushuntiraman. Masalan, davlat ishiga borganimizda ham ko'pchilik biladi. Masalan, institut bitirgandan keyin 1 yil, 2 yil, 3 yil ham kimdir qo'lida ishlaydi, qayerga borib ishlaydi, boy kasb o'rganish uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil bepulga yuradi. Ko'pchilik biladi. Masalan, yaxshi hunarni o'rganish uchun, masalan, meditsina sohasidami yo iqtisodchimi, boshqa marketologmi, qo'lida o'shani SMMchimi, o'sha odamning bilimini olish uchun, o'sha odamning tajribasini olish uchun shu qo'lida yuramiz, masalan, 1 yil, 2 yil, 3 yil bepulga. Bu sohada mayli 1 yil, 2 yil, 3 yil yursak nima bo'ladi, bilasizmi? Men ishontirib ayta olaman, mana shu sohada 1 yil, 2 yil, 3 yil yursangiz, ana shunday bo'lib o'sha meditsina yoki boshqa sohasida ular oylikka ishlasa, oylikka $1000 topadigan bo'lsa bir oyda, siz bu sohada shuncha bilim topib, shuncha harakat qilsangiz, bir oyga 10 mingdan topasiz, bir oyga 100 mingdan topasiz. Faqatgina harakat qilsangiz. Bu yaqqol misollar ko'p. Sof akademiyada ko'rishingiz mumkin. Mamayev School'da ko'rishingiz mumkin. Masalan, Muslimuddin ustozim bor, u kishini ham ko'rishingiz bilan, u kishi ham o'zlari shu oylikdan chiqib, mana shu hozir biznes qilyaptilar, oylik oborotlari ancha-muncha. Chunki bu kishi o'zini ustida ishlagan. Hamma ham shunday. Men ham hali nacho'nash davrdaman. Hali menga 1 yil bo'lgani yo'q. Men ochiq aytaman, bilasizlar. Oborotim ham bundaqa katta emas. Men muhimi bilim olaman va olganimda amalda qo'llay olaman. Va o'sha bilim olganimda ham insonlarga bera olaman. Va o'zimda xatolarimni ko'rsatib bera olaman. Ya'ni qanday to'g'ri qilish, qanday noto'g'ri qilish kerak. Shuning uchun mana shuncha ish qilyapman, shuncha narsa ochyapman. Hamma ishonyapti. Mana shu videoni ko'rib turganlar ham o'zi kam inson, qancha inson ko'ra bilmayman. Bu videoni ko'rganlar menga ishongan insonlar kuzatyapti. Hammangizga rahmat. Xudo xolasa men bu manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Bu gaplarni men anchadan beri gapirmoqchi edim, lekin bilasizlar, Instagramga 3 minutlik video qo'ysalar, 2 minutlik video qo'ysa bo'ladi. Lekin YouTube'ga chiqqandan keyin o'sha bu yerda maqsadli auditoriya bor. Bu yerda Uzumni, Yandexni boshlamoqchi bo'lgan insonlar ko'radi. Bu videoimni o'sha hamma ko'rishini xohlayman. Menda hali birinchi ko'rayotgan inson bo'lsa, meni Instagramga kirib Shohjahon Seller deb bo'lsangiz chiqadi, yumshoq y bilan Shohjahon Seller deb. Men o'shida meni noldan kuzatib yurgan insonlar biladi men nima harakat qilayotganimni, nima qilayotganimni. Oborotim ko'p bo'lmasa ham o'sha qanday harakat qilib sotayotganimni. Chunki inson o'zi harakat qilish kerak, inson o'zi harakat qilganda natija bo'ladi. Xudoga shukr, yaxshi, men topish tutib yaxshi hammasi. Ko'pchilik oborotimga qiziqadi. Oborotimga ko'pchilik oshkor qilmayman, chunki oshkor qilganimda endi meni qadriyatim shunaqa. Kimga qachonda oshkor qilsam, o'sha narsa o'xshamay qolgan menda. Dalcha davom etamiz. Yandex marka savdo qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizga tayyor video. YouTube'ga ham yana Uzumni yana kirib yozing. Endi qo'lingizga daftar ruchka oling, nima hujjatlar kerakligini aytib o'taman. Nima qilish kerak, nimani to'g'ri qilish kerak, qanday qilish kerak.
Mana hozir bugun sanamiz 15 ekan, bugun 15-fevral va video chiqish sanasini bilmayman, balki 16 ga chiqar, balki 17 ga chiqar. Endi hozir oyning o'rtasiga keldik. Agar siz oyning o'rtasidan anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, yo'q men bir oyga yana lishni 412 ming to'lash xohlayman desangiz, chunki hozir ochadigan bo'lsangiz, 412 ming soliq to'laysiz mana shu fevral oyi uchun. Hozir ochadigan bo'lsangiz. Chunki bugun 15, oy tugagani yo'q. Yo'q, men oyning boshidan boshlayman, masalan, mart kelyapti, bu oyning boshidan boshlayman degan bo'lsangiz, oyning boshidan ochsangiz, keyin xudo sog'lig'imizni mana ko'pchilik biladi, mana yangi boshlovchilar uchun ancha yengillik bor. 1% bo'lgan soliq 412 ming to'laysiz. Hisobotda ham avtomatik soliqni o'zi topshiradi. Avtomatik soliqni o'zi topshiradi. Siz kirib bosh ortmaysiz, soliq topshiraman deb. Shu oyiga 83 million limit deyilgan. Bu sizlar yana bu haqida ham to'liq video qilaman hali. O'sha siz hali oyiga shu 83 milliongacha boravering, savdoni boshlang. Oyiga 50 million, 60 millionga boring. Undan keyin yana soliq haqida video qo'yaman, unda kirganda ko'rasiz. Endi buni soliqda ham aytdim, buni ham aytdim. Shu boshlamoqchimisiz? Sanani bildingiz, boshlamoqchi sanangiz boshidami yoki bugun boshlamoqchi bo'lsangiz, mayli hali 15 kun o'tkazmoqchi emasman. 15 kun vaqtim bor ekan, mayli o'sha 412 mingga roziman. Risk qilsam, chunki baribir birinchi, ikkinchi soliqlar sizga plyusga yurmaydi. Men o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Birinchiga soliq piyga plyusga yurmagan. Aborot qilsam, qilmasam, u paytda endi qat'iy soliqlar bor edi va Toshkent propiskaga 1 million 300 edi. Hozir unaqa emas. 412 ming plus 1% aborotdan. 1% faqat bu 83 milliongacha. Undan keyin o'tib ketib qoladi NDSga. Uni mana batafsil tushuntiraman. Aytganim siz 83 million savdo qilavering. Xudo xolasa keyin davom etamiz. Dalishi mikrofon ishlayapti. Endi kerakli hujjatlar, daftar ruchka olgan bo'lsangiz yoki biror bir Telegram propiskaga yozib oling, biror bir joyga saqlab qo'ying. Bizga kerak bo'ladigan hujjatlar YATT, ya'ni IPN deyshadi. Yakka tartibdagi tadbirkorning guvohnomasi. Biz o'sha davlat xizmatlariga boramiz. Davlat xizmatlari yagona darcha ham deyshadi. Borasizda tadbirkorlik uchun chek olasiz, ya'ni navbat olasiz tadbirkorlik uchun. Keyin boyagi unaga menejermi, operatorga borib o'tirganingizda oldiga o'sha ish yerda ishlaydiganlarni o'tirganingiz aytasiz, men YATT ochmoqchiman. Yo'nalishi oziq va nooziq bo'ladi. Ya'ni chakana savdo deyiladi. Unda dehqoncha chakana savdo deyiladi. Lekin boyagi ularda yozilishi, YATTda yozilishi oziq va nooziq yo'nalish shunaqa bo'ladi. Uni ochganingizdan keyin sizga o'zi yoningizda bitta fleshka ham bo'lishi kerak. Chunki o'shani ochganingizdan keyin yo bir kundan keyin deydi, yo abitgacha borgan bo'lsangiz, abitdan keyin keling deydi. Agarda sizga abitdan keyinga borishga noqulay bo'lsa, sizga bir kundan keyin borishga noqulay bo'lsa, boyagi fleshka xarajati ham sizga qimmatli qiladi. Chunki fleshka ham arzon turmaydi. 50 ming, 60 ming fleshka olishingiz kerak. Fleshka nima uchun kerak o'zi? Elektron imzo uchun kerak. Elektron imzo bizga bu mana soliq saytlariga kirishda boyagi xuddi bizni bir imzo qo'yganmiz, boyagi qog'ozga imzo qo'yamiz-ku, biz dostуп berishdagi gap. O'sha kirishimiz, ya'ni o'zimiz kirishimiz elektron imzo. Soliqqa kirmoqchi bo'lsak, Didox saytiga kirmoqchi bo'lsak, Didox Yandex uchun kerak. Soliq esa Uzum uchun kerak. O'sha kirmoqchi bo'lganimizda bizdan o'sha elektron imzo kerak bo'ladi. Elektron imzoni aytadi, siz YATT ochib bo'lganingizdan keyin, abitdan keyin keling deydi, ertaga keling deydi. Siz fleshka olib borasiz, ular tashab beradi fleshkani. Iloji boricha shu atrofda kim bo'lsa, bir programmistmi, shunaqa odam bo'lsa, kompyuteringizga o'rnatib oling o'sha elektron imzoni. Chunki o'rnatib olganingizdan keyin, mana bu uyga kelganda bemalol o'sha soliqqa kirganingizda, Didoxga kirganda, registratsiya qilgandan keyin sizga muammo bo'lmaydi. Ya'ni ishingiz oson bitadi. Bo'lmasa agar ko'rinmaydigan bo'lsa elektron soliq saytida qiynalib qolasiz. Men sizga hozir bir qator agar bo'lsa ko'rsatib ketaman. O'sha qanaqa ko'rinishini. Mana men soliq saytiga kirdim. May 3 soliq uz. Bizga ham Uzumda registratsiya qilayotganimizda mana soliq kerak, mana shu sayt kerak bo'ladi. May soliq 3. Va undaqa kirganda mana meni kutib turibdi. Jo'rayev Shohjahon Sherqobil o'g'li kirish deb turibdi. Mana shu narsa ko'pchilikka chiqmaydi. Chunki o'rnatilmagan bo'ladi. Meniki o'rnatilgan, meniki ko'rinib turibdi. Mana shu ko'rinish kerak. Mana shu ko'rinmasa ish bitmaydi. Programmistga borganda ham meni elektron imzoyimni o'rnatib ber, kam turimga, faqatgina may soliqda ko'rinsin, Didox saytida ko'rinsin deb aytasiz. Keyin u odam o'rnatib beradi. Adashmasam Didoxda meni turgan bo'lishga hozir ko'rsataman. Mana Didoxga kirganimda, mana kal tanlash bor. Kal tanlash bosganda bunda ham chiqyapti mana men ism, familiyam. Xuddi shunaqa sizga ko'rinish kerak. Shu ko'rinsa bo'ldi, muammo yo'q. Endi qarang. Endi bundan keyin agarda siz bunga borishga qiynalsangiz, chunki sizga uzoq bo'lishi mumkin davlat xizmatlari, faqat YATTni ochib keling, keyin Google'ga kirasizda, imzo deb yozasiz. Elektron imzo, ya'ni
imzo deb yozasiz. Keyin sizga elektron imzoni birinchida sayt chiqadi. Elektron imzoni. Saytiga kirganingizdan keyin mana elektron kalit olish bor. Mana shu orqali olsangiz bo'ladi. O'sha yerga bormay turib ham. Chunki bunda olish osonroq va kompyuterga o'rnatish ham oson bo'ladi. Bunga sizni fayl qilib o'zi tashlab beradi. Men bir o'zimman shunchalik qilyapman. Bilasizlar, men harakatda to'xtamayman. Agar hatto kamchilik bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Endi elektron imzoni sizga yerdan olish bo'lgan bo'lsa, noqulay bo'lsa, mana sotib olasiz. Buni sotib olish adashmasam 60 mingmi shunaqa edi. O'zi narada ham shunday. Onga borganingizda ham, davlat xizmatlariga borganingizda ham elektron kulish uchun shu to'lov bor edi qanchadir. Sizga umumiy YTTni ochish 500 ming atrofi tushadi. Har xil endi 500 ming plus minus, balki 400 ming, balki 600 ming shu atrofi tushadi. Agar o'zgarmagan bo'lsa tariflari. Chunki bu video qo'yilyapti, undan keyin qonun chiqishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shu paytgacha ham shu 500 ming atrof bitgan ishimiz, o'sha elektron imzo berishi hammasi ichida. Undan keyin siz YTT ochdingiz, elektron imzoni ham yo bundan oldingiz yoki yerda olib bo'ldingiz, kompyuterga o'rnatib bo'ldingiz. Endi sizga o'zi sirazi ochib bo'lganingizga YTTni sizga telefon qiladi bankdan, ko'p bankdan, Kapital bank, Hamkor bank telefon qilishadi-da, bizda xaloda hisob raqami oching, YTTingizga unday qiling deb telefon qilishadi. 78lik nomerda. Qo'rqib tag'in bu anolar deb o'ylamang, balki shumaxerlar deb. Iloji boricha men maslahat beraman, ko'proq Kapital bank yaxshi. Chunki Kapital bank siz yechgan puldan 0,1% oladi. 0,1. Yaxshilab tinglang. Kapital bank, ya'ni оборотdan, men chiqarayotgan puldan, hisob raqamdan chiqarayotgan puldan 0,1% oladi. Eng past tarif shu. Agar men Hamkor bankdan ochadigan bo'lsam, Hamkor bank 0,2% oladi. 0,2% оборотdan o'sha chiqarayotgan pulimdan plus oylik podpiskasi bor. 170 ming, 180 ming shunaqa. Ya'ni men ham 0,2% dan оборотda pul beryapman, ham yana har oy 170 ming to'lovi bor. Kapital bank esa endi o'ziniki bo'lgan hisobiga shunaqa bir qulayligiga 0,1% oladi. 0,1%. Shuni ko'proq maslahat beraman. Kapital bankka borasiz. YTTingizga, YTT ochilgandan keyin o'shanga olinadi. Elektron imzo ham shunaqa. YTT olingandan keyin borasiz. YTT ochilgandan keyin elektron imzo ham shundan keyin olinadi, hisob raqami shundan keyin olinadi. Chunki sizga boyagi oddiy shaxsmas yakka tarafdagi tadbirkor sifatida beriladi. Endi dokumentlarni tushuntirdim. Hammasini ochib keldingiz, taxladingiz. Keyin bundan buyog'iga endi o'sha aytgandan YouTube'ga kirasizda, sekin registratsiyani boshlaysiz. Videolarni ko'rasiz, nimani qayerga kiritish kerak, nimasi qilish kerak. Men yana uni haqida batafsil qo'yaman. Hozirgi bu videoyim o'zi bu boshlanishi edi bu. O'zim haqimni tanishtirish, shunaqa edi. Prosta mana dastlabki qo'shib ketdim. Menimcha manfaatli bo'ladi. Bundan buyog'iga sekin-sekin kuzatib boringlar. Podpiska bosib qo'ying YouTube'ga ham va Instagram'ga ham. Keyin Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalim ko'p ma'lumot berib boraman. Podpiska bo'lib qo'ying. Xudo xolasa ma'lumotlarni berib boraman. O'sha bepuldan ham qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizga yoki kurs kerak bo'lsa, xudo xolasa men o'zimga shu Telegram kanalimga yozishingiz mumkin. Men imkonim bor, hammamiz bandamiz. Men qo'limdan kelgancha har doim hamma harakat qilaman. Qolgani o'zingizga qoladi. Xudo xolasa, buyog'i Allohdan, harakat bizdan. Rizq Allohdan, harakat bizdan. Natijani qilamiz, savobini kutamiz. Harakatni qilamiz, natijani kutamiz Allohdan. Birinchi gal YouTube'ga bunaqa chiqishim, Instagram YouTube yuribman. Aytganimday, xato kamchilik bo'lsa, o'z tezam gapiraman, nutqimni ustida ishlashim kerak. Inson o'zini ustida ishlab mana shunaqa natija qiladi. Xudo xolasa, sizlar ham harakat qilingizlar. Bir aynan bu sohada zo'r bo'lishni o'ylam, agar sizga to'g'ri kelmasa, o'z sohangizda zo'r bo'ling. Siz avtoservisda ishlaysizmi yoki bir SMMchimisiz yoki bir boshqamisiz? O'zingiz sevgan sohadan professional zo'r bo'ling, bo'ldi. Nima kerak bu? Bunga ham kiraman, unga ham kiraman, bunga ham kiraman deb. Bitta sohada zo'r bo'lish kerak. Videoni oxirigacha ko'rganimda like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Bu yangi an'omimiz, ijodimiz mana shu YouTube'da ham xudo xolasa bomba qilamiz. Mana shunaqa to'liq qo'yib boraman xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.